Ergash aka. Ergash aka qani? Ergash aka. Eshitib qo'yadi. Ergash aka. Ergash aka. Tekin bo'l ekan bugun. To'xta. Ota-onam menga birovda haqqi teshib chiqardi dedi. Xatga yozib qo'ying. Shirali karakter is 40 ming dollar. Nima yig'layapsan? Aka, yig'ilib 5-oyni bitirdik. Hammamiz yig'lab xayrlashdik. Oni yig'layotgan birsini buni bolasizlarmi deylar? Videodan tarqalib ketdi. Yig'lab xayrlashdik. Dovdir indinga matematika imtihoni bor, ko'rsatasan-ku. Ha, kim bor? Narvedlar qanday? Kimmi? Bitiruvchi. Bitiruvchimisan? Sinfdoshlaringga ayt, o'qishdan keyin hammalaring yaxshi kasb egallab yo'llaringni topinglar, xo'pmi? Nimaga? Transformatorni oldi, boshqa darmetga joy yo'q. Maktabni bitiribsan, plan qayga endi? Taksi qilsammi deb. Darrov taksi paks, ha? Bir o'qishga kirishlarni plan qil. Jahon tillariga o'qishga kir. Nima qilaman? Til bilgan yaxshi-da, taksiga turist chiqmaydi o'ylaysanmi? Gaplashib ketasan. Qara sinfdoshlaring mahkam quchoqlab oldingmi? Nimaga? Qaytib ko'rmaysan ularni. Aka, biz guruh ochdik 9 ga qadrdonlar deb. Qadrni o'chirib tasha, 9 ga donla qolsin, xo'pmi? Nimaga? Qadr qolmaydi. Ha, donla yig'ilmadi, qadr yozinglar. Nima yeyapsiz aka? Olmani urug'i kallani yaxshi ishlatadi. Menga ham bering. Donasi 50 ming. Mana, Sizga nechta ekan? bitta. Mana.